Mana 2025-yilda ham ko'timizga tiqdik, dabdala qildik, rasvo qildik. Shuncha yillik qadrdonligimiz, hurmati shu paytgacha gapirmay keldim mana. Endi bugun gapirmasam bo'lmaydi. Iltimos sizlardan kelinglar. 2026-yilda shu yilda bir halovatli, bir tinchgina, bir yaxshi kutib olib, bir bayram qilaylik. Iltimos. Shu doim qayerga borsak bir muammo keltirib chiqarasiz. Doim shu paytgacha gapirganman, aytganlar gapirmaganman. Endi bugun gapirmay ilojim yo'q endi. Hamma gapiryapti axir. Qayerga borsak bir muammo. Bir muammo keltirib chiqarasizlar. Yo, zo'r o'tirishlaringiz 5 ketaman. O'yin kulgi, xushchaqchaq davralaring zo'r, ulfatlaring ko'p, bilaman. Davrani shunday yuritib, shuni davrani zo'r olib borasizlar. 5 ketaman. Unisiga qoyilman, lekin ertasi kuni odam dabdala qilasizlar. Kun davomida itga azobini berasizlar. Kun davomida azob berasizlar. Mana shu 2026-yil bayramni bugun bir halovatli, yaxshi bir tinchgina o'tkazib olaylik. Iltimos sizlardan 2026-yil bir o'zimiz sinaylik qani. Qanday bir qanaqa yutuqlarga erishamiz? Nima deyglar? Kelisha olamizmi shu narsani? Mana shu men kuzatib olayotgan kuzatuvchilarga va'da beringlar, mana hamma oldi. Mana aytinglar, shuni o'ylada. Gapiringlar, qani gapiringlar sizlar ham. Gapirmayganda tili ham yo'q-da bularni.